Nodir aka, yaqinda uylanayotgan edim, o'shanga spalnini remont qilayotgandim. Qanaqa rangli emulsiyani maslahat berasiz? Hop, birinchi o'rinda men Regen Rose rangini maslahat beraman. Bu juda nejniy, romantichniy ranglardan. Bu ochiqishda xonani shundoq ochib chiroyli qilib beradi. Приятный rang. Kirgan, charchab kelganingizda ham bu asabiylashtirmaydigan ranglardan hisoblanadi. Hop, ikkinchi rangimiz men Tender Rose maslahat beraman. Bu ham ochiq ranglardan, chiroyli, приятный ranglardan. Bu bejviga tortgan o'zi. Ha, och bejviy hisoblanadi. Juda ham yoqimli rang hisoblanadi. Ayniqsa o'sha yosh kelin-kuyovlarga juda mos hisoblanadi. Uchinchi rangimizga mana och taup maslahat beramiz. Estetik ranglardan bu ham. Xudo xolasa, ayniqsa Ispaniyaga juda ham mos, charchatmaydigan bu ham. Приятный ranglardan. Bu rang xonani juda ochib ham beradigan rang hisoblanadi. Keling 4-siga obunachilarimizdan so'rab qolardik. Izohlarda yozib qoldirsa, yosh kelin-kuyovlarga xonasiga qanaqa ranglardan foydalansa ma'qul bo'ladi. O'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlarni kutib qolamiz.